Assalomu alaykum. Hurmatli baliq ko'zlari. Bugun Shahobiddin ko'lidamiz, O'rmondagi. Odam ko'p bas. Chislo 31 may. 7-8 odam o'tiribmiz. Syomka qilib hozir natijalarni ko'rsatib chiqaman. Mana ko'ringlar, endi boshladik. Shu bolalar mashinada kelishgan. Mana shu yerda bor sherigim Xudo berdi ekan, Navoiyda olib kelganman. Endi mana salqinda o'tiribdilar. Xudo berdi ekan bitta oldilar. Xudo berdi ekan bitta oldilar-ku. Mana ustocha tanishga o'xshayapti. O'g'rilar. Mehmonlar, Farg'onadan kelgan mehmonlar ham bor ekan. Uzoqdan kelishdi, shu bay ochishdi. Taom ham. Bo'ldimi, bay ochdingizmi birorta? Men ikkisi ushlaganman. Ushlagansiz, hali aytib qochirib hovuz ichida o'xtarayotgansizmi-da? Yo'q. Men o yoqqa baylab qo'yganman. Ha, baliq adadi. Xudoga shukr, mana ko'l. 8 ta odam ekanmiz, Saro'da 8 ta baliq chiqdi. Egasi ketib yuborgan. Mana Farg'onani massajir kabinetidan kelganlar. Историю попал ты все. Ты в историю попал. Для Маргеланский. У тебя там YouTube не смотрит. Фергани. Да? В истории это пишется. Завтра в YouTube увидишь, ты сам себя не узнаешь. Ну, есть почин, есть или нет? Почин. Почин нет. Для гостей нет. С первого раза не всегда бывает. А доим не всегда коту маслица. Man işte gapirganligim nisigida kotu maslisa deyapman. O tushunadi. Natijalarni ko'ramiz, mana baliqchilar o'tiribdi. Tarixda qoladi. Videodan qochib ketishganiga do'mma. Baliqchilar ushlashyapti. Chiqqaniga yarasha chiqyapti, ushlayapti. Mana akaman qalmalar tashlab o'tiribdi. Nasibaga yarasha. Yo'da quruq ketamiz. Yo'da ishimiz yursa bir ikkita olamiz. Aka, assalomu alaykum. O'rnida. Bo'lmadimi? Endi kelish shekilli, ya? Ha? Bitta bormi? Ha, bor ekan. Mening ham 3 ta bo'ldi. Doim quruq ketardi. Bugun 3 ta bo'lib qoldi. Natija yaxshi bo'ldi. O'shangacha bir aylanib ko'rsatib qo'y. Odam ozligi bizga foyda bo'ldi shekilli. Baliq bor, ammo u juma kuni tashlagandan qolib ketgani ko'pdi. U nashofkali odam. Bu odam nashofkali odamga o'xshaydi. Bir kun kelib 8 ta baliq ushab, to'ymasa yana ertadan ketdi. Kechasi bilan 8 ta ushabdi. Ha. Mani nafsim balodir degan shu bo'ladi. Endi hazlashyapmiz endi. Hurmatli ishqibozlar, ko'ruvchilar, baliq ishqibozlar hazlash bu ukamga o'xshaydi deyapmiz. Yotoqqa kelganlar, mana adiyalari bilan hamma yo'qlari bor. Yana qolaman. Yana qolar ekan, xatlisiz? Yangi Farg'onadan. Yangi Farg'onadan ekan ana. Yashobga kelganlar. Uydalarni haylashib kelganmiz. Ha, haylashib kelganmiz. Bay ochdingiz-ku, ha, birorta. Ha, bayda ochdi, hammasini ochdi. Pishirib yubordingizmi kechasi? Ha, chetdan ochib qolib O yubordim. kuni bittasi aytdiki, nechta ushladingiz desam, 11 ta ushladim. Bittasi naqdi, 10 tasi suvni ichida dedi. Bittasi o'shunaqa. Ya bizga ham ashitdi. Oh, masalalar zo'r bo'lgan ekanda. Hali endi sizdan keyin kelmay qo'yaverar ekanmiz, 3 kun yotsin. Bemalol to'ydi, hammasi to'ydi baliqlar. Mana baliqchilar o'tiribdi. Aylanib chiqyapman mana salqinda. Salqin joyishadi xolos. To'g'onam joyini topib o'tiribdilar. Dalni bo'shinglar. Bular Marg'ilonni bitta chekkasi. Chekka ham degani uzoq emas, xiyobonda oldidan kelishgan. Akalarimiz bag'am boy ochdi, bo'ldimi? Yo'q. Endi bo'ladi. Yaxshi niyat qilaveraylik, bo'ladi.
Endi bo'ladi. Hamma rizqiga yarasha bo'ladi. Bo'ladi. Aylanib chiqyapmiz. Xo'p. Mayli. Mana yoqda yana bitta katta baliqchi u Chekshuradan kelgan odam bor. O akam ham Chekshuradan kelganlar. Damda olib o'tiribdilar. Yakka orolchada. O'sha sizniki, bittasi sizniki. Ha siz yotib qolasiz-ku, qolaversin. Yotib qolasiz-ku. Ha, siz aytdingiz-ku, Chekshurali akam siz bo'lasiz. Mana Chekshurali akam ham bitta baliqni olib olib, yayrab salqinda o'tiribdilar. Baykali bo'lib. Ana, bay ochganlar. O, kuruli sutkaga kelgan. Bag'da ham balig'i bor. Endi mana hurmatli baliq ishqibozlari, o'rganimga yarasha o'zimni ham balig'imni ko'rsatay. O'zim ham 3 ta baliq ushladim ama. Mana yerda hozir baylab qo'yganman. Bu akamniki, Chekshurali akam balig'i millab turibdi. Endi men yerda maniki. O, maniki. Mana. Ko'ringlar. 3 ta sazan, bir xil. 1,5 kilolik chiqarmiki bilmadim, kattami. 3 ta sazan qo'yibman. O'rtalar kesalayim bo'laveradi. Unaqangi haligi afrikanskiy so'm mayda baliq tashlagan yo'q. Shahobiddin katta baliq tashlagan. 1,5 kilo, 2 kilo, 2 kilodan ko'plari ham bor. Joylari yaxshi. Odam oz bo'lsa ham yaxshi. Yonida suvlari bor. Endi salqin joylari ham bor. O'shanga yarasha mana qalmalarni tashlab qo'ygan joyim. Mana shu qalmalarni tashlab qo'ydim ikkita. O'sha eskicha. Malali Shahobiddin yaxshi tashlabdi baliqni. Katta hamma ushlaganlar 1 kiloni tepasida 1,5 kilo, 2 kilolik baliqlar chiqyapti. Mana shunaqa. Mana endi u joylarim yana joyimga borib o'tiraman. Syomka qilib beray mana. O'tirganlar odam ko'p bas. 4 ta 5 ta mashina. Ha'dan ba'dan kelganlar. Mana. U bola ham Farg'onada yozuv oldida massajyor kombinatdan kishi kelishgan o'sha bola to'g'ridek bola. Uni olyapti. Unga chiqmadi. Chiqib qolar degan niyatda tashlayapti. Mana endi bo'pti. Keyin ko'rishgungacha xayr o'rtoqlar. Video yetadi. Stop.